Bizning Qorshida do'stlar Liliana Ernazarova, populyar jurchi, Tugan til kanalining bosh redaktori hamda bugungi kishining, motor kishining uyushtiruvchisi Liliana aytadi zinxarishimizga. Bu kishini uyushtiruv ideyasi qo'yan barliqqa keldi. Dürüstüngün aytkanda, hurmatli do'stlar, mening boshimda bik ko'p o'y fikrlar har vaqtda bor. Ammo lekin uni turmushga oshirish uchun bik ko'p finans yoqdan qo'l suzishlar kerak. Ham endi bizning Tugan til telekanalining general direktori Azat Vahitovga men a degancha, ul aydagiz ishlaymiz, aydagiz biz uni bo'ldiramiz, siz yetakchilikni oling'iz dedi. Ham mana Nibari 2 atna deganda biz shu majlisni uyushtirgan bo'ldik. Ham 2 atna ishida menga qolsa biz yuqori darajadagi TT Star Party deb atalgan kishini uyushtirdik. Ko'rasiz, to'lqinlanan hurmatli do'stlar, hatto tilim aylanmay. Men bugun yiqilmadim, men bu kishi ichida kilogramga yobiqdim. Hurmatli do'stlar, men shu ko'lmakka dizaynerdan ko'lmakka sıyırışın. Ham Молодец. Nihayat do'stlar, Allohga shukr. Intertat vперед, biz birga birdam ham bizni bir kimda jengolmayshak. Rahmat Liliana.